Assalomu alaykum do'stlar, sizlar bilan Ustunning kanali. Do'stlar, bugungi videoroligimizda biz sizlarga yana kerakli va foydali bo'lgan bitta ma'lumot ko'rsatmoqchimiz. Marhamat ko'rib tomosha qiling. Videoroligimiz davomida siz uchun kerakli bo'lgan ma'lumot ko'rsatamiz. Bu narsa masalan siz vaqtingizga ham, cho'ntagingizga ham foydali videorolik hisoblanadi, chunki hamma joyda ham avtomobillarda zapchast o'lganligi uchun almashtirish yoki zapchast doimo kuyib qolavermaydi. Asosan o'zini texnik holatida ham to'g'rilab borsa bo'ladigan holat bo'ladi. Mana bu tabiat sizlarga ko'rsatishim sababi biz hozir Vizib xizmatiga ketyapmiz. Lada Vesta Cross'ga. Avtomobilimiz 4-pokoleniya propanda. Benzinga umuman yurmay qolibdi. Keyin propanga promay qilib minib yurishgan ekan. Ustaxonaga olib kelavering, ko'rib beramiz desak, propanga ham yurmay qoldi mashina. Promay holatda. Propanga ham yurmayapti deb olib kelish, deb telefon qilishdi va mana sizlar tasvirda ko'rib turgan Vesta Cross'ga keldik, Vizibga. O'ta tabiatni ko'rsaman do'stlar, sizlarga mana tog'ni qaranglar, mana bulutlar bilan vashshi. Havosi ham toza va juda o'ta go'zal joylar ekan. Xullas do'stlar, avtomobilimizda hozir nasosini tekshiryapmiz. Birinchi, tok kelyaptimi, yo'qmi, nasos kuyganmi, yo'qmi? Avval to'g'ri tashxis sizni oson ishga yetaklaydi albatta. Hozir nasosni avval nimasini ko'rib olamiz. Tok kelyaptimi, yo'qmi? Agar kelsa boshqa ish qilinadi, kelmasa yana boshqa ish qilinadi. Hozir ko'rsatmasaga nimadan chiqishligigacha. Agar sizlarda shunaqa holat bo'lsa, xuddi shunaqa tartibda ko'rsalaring bo'ladi. Hozir mana kontrol lampochkamizni qo'ydik, tokini tekshiramiz. Kalit ochganimizda bu yonishligi kerak. Mana kalit ochdik, nasosga tok kelyapti. Demak, benzin nasosi o'zi yo kuygan yoki qanaqadir bir texnik holatda ishlamay qolgan bo'lishligi mumkin. Hozir benzin nasosini yechib olamiz. Keyin ichki qismini sizlar bilan birgalikda tekshirib ko'ramiz do'stlar. Xo'sh do'stlar, mana nasosni ochib oldik. Mana tekshirganimizda to'rttalasini uzilib ketgan. Ikkita minus, ikkita plus keladi bu yerga. Birinchisi nasosniki plusi, ikkinchisi minusi, nasosning minusi, uchinchi minus benzin datchikka kiruvchi va to'rtinchisi tabloga qarab chiqib ketuvchi minus hisoblanadi. Hozir mana buni uzilib ketishining sababi ikkita yonida temirchasi bor, temir stopperchasi bor. Ana shu quloqlari yerilib ketganligi uchun pastga tushib ketgan. O'shaning hisobiga bu simiga osilib yurib, oxiri uzilgan. O'zi avtomobildagi deta bir 5 oymi 6 oy bir diagnostika qilib boshqa ishini qilib berganimizda benzin datchigi ham ishlamaydi, biror kun kelaman, uni ham ko'rib berasizlar deyishdi. Hozir buni joy-joyiga payka qo'yamiz. Benzin datchigi ishlamasligi sababi ham mana shu simlar uzilib ketganligidan bo'lgan ekan. Qalin qilib, joy-joyiga qilib, cho'tka holatda qilib payka qilib, nasosni yon tomonda stopperni ham qo'yib olamiz. Hozir akkumulyatorda ham zaryadga qo'yib qo'yganmiz. Mana shunday yuzorib oxiri o'tirg'izib tugatishdi akkumulyatorni. Hozir joy-joyiga qo'yamizda, keyin stopperni yon tomon eritib qisib qo'yamiz. Va nasosni joyiga qotirdik. Endi buni ovozini eshitib tekshiramiz do'stlar. Endi kalitni ochingchi. Nasos ishladi. Benzin datchigi qanchalik? Benzin datchigingiz ham ishladimi? Zakon. Endi ko'rsatadi datchigi. Datchiga ko'rsatib turibdi. Yurgizing. Endi avtomobilimizda skammat degan diagnoz apparatimiz ulab, ichidagi kamchiliklarni ham joy-joyiga qarab to'g'rilab berdik. Adaptatsiyalari bor ekan, ularni ham cho'tka holatda qilib, avtomobilimizga tushib qolgan ошибкаларni hammasini o'zini o'qitib bartaraf qilib berganmiz. Hozir mana net kodoviy ошибка. Ошибкаlarni joy-joyiga qilib to'g'rilab o'chirib tashlaganmiz. Kompyuter sistemasini bir qo'l tekshirib berdik. Xullas do'stlar, har doim ham texnik holatiga zapchast kuygan holatda yoki singan yoki nimadir yomon holatda bo'lavermaydi. Oddiy narsalardan chiqib qoladi. Agar videoroligimiz sizlarga manfaatli bo'lgan bo'lsa, ozgina bo'lsa ham nimadir ulashib bo'lsak, videoroligimizga like bosdi va kanalimizga obuna bo'lishni unutmanglar. Hali bundan da qiziq, bundan da kerakli ma'lumotlar sizlarni oldinda kutyapti do'stlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.